Abdulloh ibn Mas'ud aytadilar, agar Umarning ilmi tarozuning bir pallasiga qo'yilsa, qolgan odamlarning ilmi tarozuning ikkinchi pallasiga qo'yilsa, Umarning ilmi qo'yilgan palla og'ir bosib ketardi dedilar. Hazrati Umar sahobiylarning olimi edilar, buyuk zot edilar. Rasululloh boshqa bir hadisda aytadilar, men tush ko'rdim, tushimda odamlar menga ro'para keldi. Ularning egnidagi kiyimlar har xil edi. Ba'zi bir odamlarning egnidagi kiyim ko'kragini yopar edi. Ba'zi bir odamlarning egnidagi kiyim kindiklarini yopar edi. Ba'zi bir odamlarning kiyimlari tizzalarigacha yopilgan edi. Umarning kiyimi sudrab, uzun holatda sudralib, Umarning ketidan sudralib kelar edi. Shunda sahobiylar, yo Rasululloh, buni nimaga ta'mir qildingiz deb so'rashganda, dinga dedilar. Umarning dini shunday komil din. Boshqaning libosi ko'kragini yopgan, ba'zi biriniki qornini yopgan, ba'zi biriniki avratini yopgan, ba'zi biriniki tizzasini. Lekin Umarning butun hamma yog'ini yopgan libosi. Umarning dini shunday edi deb Rasululloh sallallohu alayhi vasallam marhamat qilgan ekanlar.